Bu любой yo'talga yordam beradi. Doim bitta savol berasizlar. Yo'talga nima ichirsam bo'ladi? Kechasi bilan bolam yo'talib chiqdi, yo'talib urib qusvordi. Mana shu savollarga bugun javob. Men sizlarga bugun mana 100% tabiiy mahsulot, ko'knori yog'i. Bu любой yo'talga yordam beradi. Har xil yo'tal, allergik yo'talmi, bronxial astmami, balg'am ko'chirishgami, achishga, tomog'ingiz qurib ketganda hammasiga zo'r yordam beradi. Buni kattalar ham, bolalar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Buni yana zo'r varianti, bu juda udobniy. Bu tabletkalarni maydalab ezib ichiramiz, bu pipetkada. Shunda olasizlar, tilini tagiga tomizib qo'yasizlar. Sizlarga shuni tavsiya qilaman hammalarga. Qo'rqmasdan olib ichirsanglar bo'ladi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar.